Ushbu videoda ko'rayotgan ko'zlaringiz Allohning izni ila jannatda Allohning jamolini ko'ring do'stim. Ushbu videoda shoshib o'tkazayotganingiz singari sirat ko'priklardan shoshib o'tib keting do'stim. Men shunchaki niyat qilyapman, sababi niyatlar ijobat bo'ladigan joyda turib niyat qilyapman. Musofir bo'lib turib niyat qilyapman. Baytullohda turib duo qilyapman do'stim. Bu hammasi ijobat bo'ladi. Zeroki Allohim va'dasiga xilof qiladigan zot emas. Chunki Alloh aytgan, Baytullohda qilingan duolar ijobat. Musofirning duosi ijobat deb. Men musofir bo'lib turib, Baytullohda turib sizning haqqingizga duo qilyapman. Amin deb yozib qo'ying. Ushbu tilaklar sizga yondosh bo'lsin do'stim. Qarang, siz Allohning baytiga qalbingiz ila oshiqsiz. Baytullohga kelmoqchisiz. Siz Rossiya hududidasiz. O'zbekiston, Qirg'iziston yoki Tojikiston fuqarosisiz. O'ylanib turibsizmi? Endi o'ylanishga hojat yo'q. Har qanday davlat fuqarosi bo'lishingizdan qat'iy nazar sizlarni Rossiya hududidan Allohning baytiga taklif qilamiz. Buning uchun ko'rsatilayotgan raqamlarga WhatsApp yoki Telegram tarmoqlari orqali bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Siz bilan tez orada niyat qiling do'stim. Allohning baytida ko'rishamiz. Ahlan va sahlan.